Toshkent viloyatida uzumni va uzum yetishtirishni o'rganyapmiz. Andijonda qanday bo'ladi, Toshkentda qanday bo'ladi? Shu bo'yicha tadbir o'tkazyapmiz. Birinchi va ikkinchi o'tdik hozir. Endi ustozim bilan o'rganib, qanday ularni navlarni sug'orishi, qanday nima qilish, xomtok qilish, qanday dori sepish, suv yo'llarini muhokama qilyapmiz. Oxiriga borib turib, Toshkent, Andijon viloyatida qanday hosillarni ko'ramiz. Endi bu uzum yetishtirishda asosiy narsa birinchi ko'rdik. Ko'kta chiqishi, bog'lar, endi yuklama bor bu yerda. Ko'kta yuklamasi bor, barg, meva. Shuni hisob olib turib, ishlashimiz kerak bor. Sovuq, issiqligiga qarab turib baho beramiz. Shunga qarab turib, Toshkent, Andijon viloyatida farqini o'rganamiz. Toshkent viloyatida vayish usulida o'sha uzumning bo'raki navlari, Rizamat, Mers, Damskiy, Ketmon sopi navlarini o'sha viloyatlar kesimida solishtirib ilmiy tadqiqotlar olib boryapmiz. Buni issiqqa chidamliligi, sovuqqa chidamliligi va kurtak yuklamasida har bitta navdalarda 4 ta, 6 ta kuz, 8 ta, 12 tagacha kuz qoldirib, har bitta tupda 5 ta tupda ko'rib o'sha tajribalarini qo'yganmiz. O'sha tajribalarda mana erta bahordan fenologik fazalarning o'tishi, mana hozir chimbarg chiqarishi, hozir mana meva to'kishi, 6 ta bosqichini shu ilmiy tadqiqotlar olib boryapmiz. Stajyor tadqiqotchimiz Yunusov Shavkat aka bu yerda tajribalar olib borishda asosan issiqqa chidamliligi, sovuqqa chidamliligi va hosildorlik. Asosiy maqsad hosildorlikni oshirish. Hosildorlikni oshirishda uzum navlarida va ko'rtak yuklamasi 4 ta, 6 ta, 8 ta, 12 tagacha ko'rtaklarni qoldirib, ko'z qoldirib. O'shalarda qaysi variantlarimizda hosildorlik yuqori bo'ladi? O'sha yuqori bo'lgan navlarimizni bizning iqlimimizga, bizning sharoitimizga mos yuqori hosildorlik saqlashga yaxshi eksport bo'lib navlarni ajratib olish.